Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat, biz eng знаменитый Qirg'izistonda birinchi intensivniy bog'lardan bo'lgan bog'da, do'stimi bog'ida turamiz. Gilos bog'ida bu to'rga 1,5 egilgan bu sortiga kelsak, bu Kordia bilan Regina egilgan, Podvoyi Gizela 5da egilgan bog'. Bugun 18 mart Abreskani emi boshladik. Hali mana qarag'lar, abreska qilganda tijorat bo'lsa qisqarar bo'laveradi, mana buchunlari. Hozir qisa bo'laveradi, hali kech qolganlaring yo'q. Abreskani qilyapmiz. Mana qarag'lar, bular chirizaniga bu Regina sorti, bular kichikroq, cho'ngi Kordia. Kichikroq Regina, cho'ngi Kordia. Xudo xolasa bu bog'dan bu yil obzorda sizlarga ko'rsatib berib turamiz. Mo'mini qanday qarmadi, nima bo'ldi. Bu abreska o'ta nachar bo'lgan. O'sha sababidan o'shanda bo'lsa-da mo'mini yaxshi olinyapti bu yoqda. O'shuncha abreska qilganda xijolat bo'lsa, abreskani qisqarar bo'laveradi. Bu bog'imiz именно Qirg'izistondagi birinchi bog'lardan intensivniy Kordia bilan Regina. Shuma o'ta yaxshi omad. Bir-birini changdatib zo'r bo'ladi. Maşallah, Allah razı olsun. Eğer şu malumatlar sizlerge faydalı bo'lib жатқан bo'lsa, qo'llab yaxshi so'zlardan жазып qo'yingizlar. Şu bog' bo'yicha so'rovlar bo'lsa da kengirele beraverasizlar. Yaxshiliklar, xursandchiliklarda ko'rishaylik. Rahmat.